Qaysi qiz ota-onasiga olib berishni xohlamaydi deb o'ylaysizlar? Yaqinda ota-onamnikida opa-singillarim bilan yig'ilganimizda bitta opam aytib qoldilar-da, "Kalla ham so'rab turlaring, uni nimani xohlaysiz, nima orzungiz bor deb turlaring" deb qoldilar-da. To'g'risi uyda o'tiradigan, erini qo'liga qaram bo'lgan qizi eng og'riqli nuqtasiga zarba berdilar desa ham bo'laveradi-da. Chunki qaysi qiz xohlamaydi onasiga olib qilib berishni, lekin erini qo'liga qaram bo'lgandan keyin eriga toqatidan ortiqchasini yuklashni xohlamas ekan-da. Chunki u vaziyatni biladi, erini ahvolini biladi. Cho'ntagida qancha pul bor, ko'pmi, kammi, ishi yaxshimi, yomonmi? Ishi yaxshi bo'lsa aytish muammo emas, olib bering, qilib bering desa, har doim bunaqa deya olmaydi. Xudo xolasa Alloh balkim bizga ham ol bandam deydi. O'shanda Alloh berganini eplolmaydigan darajaga kelamiz inshaalloh. O'shanda biz ham uni qayerga borgis kelyapti? Bugun sizni o'zim mehmon qilaman, nimaga yegis kelyapti? Ona hayotga sizga nima bering? Qaysi qiz ota-onasiga olib qilib berishni xohlamaydi deb o'ylaysizlar? Yaqinda ota-onamnikida opa-singillarim bilan yig'ilganimizda bitta opam aytib qoldilar-da, "Kalla ham so'rab turlaring, uni nimani xohlaysiz, nima orzungiz bor deb turlaring" deb qoldilar-da. To'g'risi uyda